Yaxshi tarafi bu yerda misol uchun ish bitgandan keyin buni ko'chirib boshqa yerga olib boraverasizlar. Zaborda bir martada ham dekoratsiya, ham zabor. Chiroyli. Yana bitta yaxshi tarafi, bu tarafi ham bir xil turadi, orqasi ham xuddi mana shunaqa turadi. Ya'ni bitta zaborga pul sarflaganingizda ham zaboringiz bityapti, ham dekoringiz bityapti, ham ichki taraf bir xil, ham tashqi tarafniki ham bir xil. Mana hozir Xitoyga kelib ham ko'rib turibman, unaqasidan yo'q. Bizdagi kачествоda, bizdagi unaqasidan yo'q. Mana oddiy chimdikini bular devorga ishlatyapti. Bizda buni maxsus sun'iy zabor qilib chiqarilgan. Aloqaga chiqarasizlar. Xitoyda yo'q sifat, o'zimizda bor, xudo xolasa. Akalar, 1 yil oshiq bo'libdi qo'yilganiga. Suvda sachsalaring yam-yashil bo'lib qoldi, o'zi ajrab qoldi oldingi holati bilan bu holati. Agar buni karchalab yursang, yana ham toza holatga kelib qoladi. Agar xitoyliklar O'zbekistondagi Greenwall kompaniyasini sun'iy zaborlarini ko'rganda, mana ularni umuman ishlatmay qo'yardi. Qaranglar, shaharning markazida bularda yo'q ekan. Mana oddiy chimni mana yopishtirib qo'yar ekan bular. Zaborni bo'ylar ekanda, mana o'naqlargacha. Ha, bizdagi vobshe chiroyli bor-ku, o'ta go'zal. Uni hozir u tarafi qop-qora bo'lib turibdi, ana orqasi qop-qora-yu. O'zbekistondagi Greenwall kompaniyasi chiqqan sun'iy zaborlar. Ikkala tarafi ham yashil. Xohlagan shakl berib yursalaring bo'laveradi. Xuddi tabiiydaqa, lekin ancha arzon. Parvarishga, yana qo'shimcha odamga ehtiyoj sezmaysizlar. Buni butalat, kaltalat, unaqa narsalar yo'q. Suvni qo'y, bir bola dorisini sach, umuman muammo yo'q. Bitta qo'yasizlar, tamom. Yilda bir marta mo'yka qilib qo'ysizlar, karchir bo'lsa, karchida yoki paqirda suvni sachib qo'yasizlar zo'r. 2024-25 yillarda trend bo'layotgan, menimcha har bitta rayon, har bitta tumanga yetib bordi. Ko'pchilik bu narsani ko'rdi. Sun'iy zaborlarimiz Greenwall kompaniyasida ishlab chiqarilyapti. O'zbekistonda yagona ishlab chiqaruvchi. Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi. Rasmiy kafolat 3 yil akalar. Yonmaydi. Ya'ni buni ertaga chang bo'lib ketsa, bitta karchillaysizmi, suv sachasizmi, yana boyib boyagidek yam-yashil bo'lib turaveradi. Gugurtchaqsiz yonib ilashib ketib qolmaydi. Yaxshi taraflari juda ham ko'p, parvarish alohida mehnat talab qilmaydi. Bir kunda zaboringizni shunday o'rab qo'yasiz, tamom. Muammodan qutuldingiz. Usta chaqir, loy qil, g'ish uzat, beton qo'y, unaqa muammolar yo'q akalar. Ham zabor, ham go'zallik baxshida qiladi. Men o'zimizning rayonda ham 2-3 ta joylarda xuddi mana shundan foydalanib o'rab qo'yishgan, boshqacha. Boshqa konkurentlaringizdan siz ajrab turasiz. Ya'ni sizni hududingiz o'ziga yarasha chiroyli, shinam, uyutni bo'lib turadi. Uyga ham, xonadonga ham, biznesga ham, leboy joyga yuvoradi bu narsa. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, akalar, $11 dan qancha kerak bo'lsa chiqarib berishadi. Razmerlariga kelamiz. 1 metrli, 1,5, 2 metrli sizni buyurtmangizga asosan ob'yomga qarab chiqarib berishaveradi. Butun O'zbekistonga dastlabki bor. Qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston aloqaga chiqaveringlar. U yog'ini ham kelishamiz. Ekranda raqam qoldiryapmiz. Video davomida xuddi shundan o'ralgan bir nechta go'zal joylarni borib ko'rsatib beramiz. Like bosish esdan chiqmasin, videoni boshlaylik. Ko'rib turganingizdek, hashamati o'zgacha, ajralib turadigan, montaji, ustanovkasi juda ham oson. Xohlagan figuraga kirib ketaveradi. Xohlasa buni naves ham qilib yuborasizlar. Eng yaxshi tarafi, ertaga bu joy kerak emas bo'lmasa, ko'chirib olib ketsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni devorga o'xshab bitta joyga qurdingmi, iloji yo'q, buzib tashlashing kerak emas. Qayta ishlatish ham mumkin. Yillar davomida sizga yaxshi xizmat qiladi. Hozir suv sachib, yuvib, buni ko'rsatib ham beramiz. Material PVH, qo'lni kesmaydi. Ortiqcha yosh bolalarga ham hech qanday shikast yetkazib qo'ymaydi. Xohlagan balandlikda, xohlagan uzunlikda tayyorlab berishadi. Zichligi zo'r. Buni orqasida hozir eskiroq tunikasi bor ekan, lekin keyingi videomizda ko'rasizlar, orqasida hech narsasi yo'q joyda ham yaxshigina maydonda to'sib berishini. Hozir sizlarga buni yuvib ko'rsatib beramiz. Akalar, 1 yil oshiq bo'libdi qo'yilganiga. Suvda sachsalaring yam-yashil bo'lib qoldi, o'zi ajrab qoldi oldingi holati bilan bu holati. Agar buni karchalab yursang, yana ham toza holatga kelib qoladi. 1 yil oshiq bo'lgan, zishligiga baho berasizlar, hovliga, ishxonaga yuvoradi. Mana shu holatda. Bu hali ham yuvilmagan, lekin yam-yashil turibdi. Shu oxiri necha kvadrat olingan bu yerga? Xullas ko'pgina olingan. Kimda mana shunaqa joy bo'lsa, shunaqa zaborlarga ehtiyoj bo'lsa, kelaverasizlar. Qaranglar, buni yaxshi tarafi, o'sha boya ham aytdim. Buni yuvsang ochiladi,
bu yer kerak emas bo'lsa olsadan olinadi. Buz butunligicha olinib boshqa yerga uстановкаga montaj qilib ishlatib olsadan bo'laveradi. Sergelidagi mehr bog'iga kelgan o'ziga yarasha. Bu yerda asosiy ko'zga tashlanadigani mana shu devori. Bu Greenwald kompaniyasining sun'iy chimlari. Nimaga bundan qo'yishgan? Bog'ga yeydi, juda ham go'zal. O'sha uzoq yillar davomida xizmat qiladi. Yaqin 500 kvadratli devorlarni aylantirib, u yoqdan bu yoqqacha kelgan qismini aynan mana shundan foydalanishibdi. Xullas, ikki taraflama bu. Hozir sizlarga bittasini ko'rsatib beraman. Kelinglar, kelar. Bayga biz ko'p kelamiz. Biz asosiy reklama chaqiruvchi mana sergeliliklar bo'ladi. Shu mostdan narigisida biz turamiz hali. Ko'p vaqtimiz o'sha joyda o'tadi. Bu yerga kelmagan ekan. Qo'lda qaranglar, anaqalarga necha buni. Ular tushmas ekan emas. Ulkan ekan. Xo'p. Yana qaytarib aytaman. Yaxshi tarafi bu yerda misol uchun ish bitgandan keyin buni ko'chirib boshqa yerga olib boraverasizlar. Zaborda bir martada ham dekoratsiya, ham zabor. Chiroyli. Yana bitta yaxshi tarafi, bu tarafi ham bir xil turadi, orqasi ham xuddi mana shunaqa turadi. Ya'ni bitta zaborga pul sarflaganingizda ham zaboringiz bityapti, ham dekoringiz bityapti, ham ichki taraf bir xil, ham tashqi tarafniki ham bir xil. Xullas, vobshe arzonga qulayga tushadi agar hisoblab ko'radigan bo'lsang. 5 marta arzonga tushaversa kerak, chunki $11 kvadrati bo'ladigan bo'lsa, ustopga beton quydir, g'ish o'r, shlaka bloger bir narsa qil, uni tashqi fasadiga yana qo'shimcha malyar chaqir, bir narsalar qil kerak emas. Bittada ish bitadi. Bayda ish bitsa yana bir marta o'sha tarafiga maza qilasiz. Xohlagan shakl berib yuborsalaring bo'laveradi. Xuddi tabiiydaqa, lekin ancha arzon. Parvarishga, yana qo'shimcha odamga ehtiyoj sezmaysizlar. Buni butalat, kaltalat, unaqa narsalar yo'q. Suvini qo'y, bir bola dorisini sach, umuman muammo yo'q. Bitta qo'yasizlar, tamom. Yilda bir marta mo'yka qilib qo'ysizlar, karcher bo'lsa, karchada yoki paqirda suvni sachib qo'yasizlar zo'r. Xullas, qisqacha fikrimni aytadigan bo'lsam, o'zimiz oddiy devor, zabor qiladigan bo'lsangiz 5 marta arzon. Xohlagan odam o'zi ham o'rnatib olsa bo'ladi. Ya'ni ikkita stoykani qoqasizda o'rtadan tortib qo'yasiz. Ham arzon, ham tez, qayta foydalansa bo'ladi yana bir marta.